Masjidul Haramning 3-qavatidan bir odam pastga o'zini tashlayapti. Sababi noma'lum. Ammo siz bilan bizni e'tiborimizni tortgan narsa pastda turgan militsiya xodimi o'zini jonini xavf-xatarga qo'yib shu odamni ushlab qolaman degan niyat bilan shu odamni o'zini ostiga o'zini tashladi. Bundan bir qancha vaqt oldin haramdagi askarlarni mana bu videodan so'ng juda ham ko'p kuzatuvchilar qoralagan edi. Juda ham qo'pol muomala qilishadi, juda ham qattiq muomala qilishadi deya. Ammo tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Bu qilinayotgan tartiblar siz bilan bizni maza qilib umra amallarini ko'ngildagidek xotirjam bajarishimiz uchun. Xosatan umra safariga kelayotgan aksar ziyoratchilardan so'rasangiz, maza qilib umra amallarini bajardik. Xavotirsiz, ko'ngildagidek ziyoratlarda ham hech qanday muammolar bo'lmadi. Aynan shu insonlar sababidan. Va mendan juda ko'pchilik so'rashadi, Masjidul Haramda, Masjidun Nabaviyda o'zbeklar ham ishlasa bo'ladimi degan. Albatta, ishlasa bo'ladi. Shunchaki siz profilimga obuna bo'lib qo'ying, shu videoga bitta like bosib qo'ying, kommentariyaga istalgan reaksiyangizni yozib qoldiring va keyingi kontentlarni kuzatib boring. Sababi bu haqida ham alohida videolarni qo'yib boraman. Makka va Madinadagi sizning xizmatchingiz Ilyos Xondoyev.